Mana tog'amiz Qo'rg'ontepa tumanidan Umra safariga yo'lga chiqyapti ekan. Alloh safarlarini bexatar qilsin, ibodatlarini qabul aylasin. Yo'llari ochiq bo'lsin, Allohga omonat. Qorasuvda ko'rdim. Norota stansiyadan Umraga yo'lga chiqyapti, duo qilinglar dedinglar. Rishanovik va akamiz kayib yuribdi-yu bu. Assalomu alaykum. Ketmadingizmi? Ha. Ketmadingizmi? Nima bo'ldi? Andijonga bordingizmi? Bozordan chiqyapsiz aka. Xudo saqlasin shunaqa odamlarni.